Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi qarindoshlarım. Men Abdulaziz Beştoğraqdan sizlarga İstanbul Fatih Belediyesidagi Sulaymaniya Vakfı degan men ishlayotgan yerdan ishdan tushgandan keyin sizlarga shu vaqtimdan foydalanib turib bu Sulaymaniya jamining qishida bu yama sizlarga bu SWOT analizi degan bir hukm bor. Yani SWOT, strong point, weak point, ondan keyin attitude qiladigan şey. A nimaga vakallik qiladi? Uni bir yani opportunity, ondan keyin threat. Bunu şu SWOT analizi deb alamiz. Ben o yerga A deb yozib qopdim, qadrli qarindoshlar. Buni o'zgartsak bo'ladi. Opportunity. Men hozir buni o'zgartib o'tay. A emasken, O ken. Yani SWOT analizi. Bu qo'limda ko'rgan bu kitap Erkin Sidiq yozmalari kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar ikkinchi qism. Kitapning ismi G'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati degan bunu kitap. Bu kitapni biz 2015-yili 11 ayda chiqargan İstanbul'da. Bu bizning tadbir shirkatimiz tarafidan chiqarilgan. Yani tadbir shirkati tadbir nashriyatchilik ishlari bilan shug'ullanadi. Şoň biz dersimizin ismini tadbir yay deb qo'ydik. Çünkü tadbirlar yeyilish kerak, canım dostlarım. Şoňlaşqa biz özümüz yaxshi bilgen yoki bo'lmasa kitaplarda bor bo'lgan bu xil tadbirlarni biz yaymasak tedbirsiz qilib qolamiz. Şoňlaşqa ügengellerimizni ortaklaşış maqsadida birlikte ügünüp, yani ügengellerimizni texmi yaxshi mustahkamlash niyatida biz bu xil darslarni qilib kelyapmiz. Bugünkisi SWOT analizi, yani kitapniki muqovasi qarasaňlar, bu muqovining loyihasi menden canım dostum. Artuqchilik strong point. Ondan keyin acizlik astidagisi weak point. Ondan keyin fursat ustidagisi opportunity, tahdid yani threat. Yani bu bir xil tahdid, vahima. Mushu xil derslerge bülep durup bir haletinin ya bir şirketinin ya özünüzün şəxsi nimisini ya olması məlum bir planını, strategini tüzəş vaxtıda aldı bilen şu obyektivə nisbətən şunda bir analiz elib berişqa toğru kelidi. Şoňlaşqa biz eğer bu xil usulni ügünüp alsak, meyli özümüzün gaýeleri, özümüzün qılmak bolgan işleri veya ki bir kurum, yani bir teşkilat veya ki bir dövlet veya ki her qanday ýerde işletkili buludu canım dostlarım. Şoňa bunu men burun bir sözlegendek isimli vatı, lekin qaytadan bunu yine ügünüşke erziydi canım dostlar. Ana olsa men Erkin Sidiq akymyzdynki bu kitapdan bu ügünüşni birlikte sizler bilen dawamlaşdyrmam. Bu kitapnınki 19. betide, yani ikinci kısım kitabınınki G'oyani reallikqa aylantyryş degan mono kitapnınki 19. betiden başlaymiz canım dostlar. Artuqchilik, acizlik, fursat ve tehdit. Birinci kısım bunu işki bilip yazdığı deyme Erkin akam. 2010 yılı 7. ayınınki 22. günü. Men aldığım qetimki makalemnin en ahırda Kuvi Efendi'nin kitabından elingan mundaq bir mezmunni bayan kılgan idim. Her bir adam tuğulgandıla bir kısım soğat, yani İngilizce gift bilen birle tuğuludu. Bu soğatlar talant, iqtidar, imtiyaz, akıl ve fursat qatarlıqlarını öz işçiге algan bulup, eğer siz özünüz ularni bayqaş,
taraqqiy qildirish va ishlatish yo'lida tirishchanlik ko'rsatmasangiz, ular ichingizda mangu yoshirinib turaveradi. Bu to'g'ma sovg'atlarning eng muhimidan mundaq 3 xili bor. Birincisi, insanların öz yolunu özü tanlash erkinligi ve huquqi. İkinci, tabiiy qonuniyatlar yoki prinsiplar bo'lib, ular dunyoviy yoki universal bo'ladi hamda mangu o'zgarmaydi. Üçüncü, insanların 4 türlük aql idrak iqtidorlari, moddiy, iqtisodiy, hissiy, ijtimoiy, ma'naviy ve ruhiy aql iqtidorlari. Qadrli qarindoshlar. Men hozirgacha to'rbatlarda e'lon qilgan maqolalarimning bir qismida Uyg'ur yoshlarining yuqoridagi 3 xil to'g'ma sovg'atlaridan qanday qilsa unumli foydalanganligi to'g'risida o'xshamagan darajada to'xtalib o'tdim. Bo'lib bu men oldingi qatim yozgan nishon tiklash va uning g'oyaga yetishdagi roli to'g'risidagi maqolamda nishon tiklash odamlar o'zining yoshirin engini qo'llab, o'z ko'nglini o'zi uchun ishlaydigan qilib programmalab, şu orqali o'zining ortiqchiligi, yoshirin kuchi va atrofidagi fursatlardan unumli foydalanib, o'zi ko'zlagan maqsadlarga yetish jarayoni ekanligini tushuntirib o'tgan edim. Aşı mazmunlarga nəhayət yaqin keladigan g'arb ellərdə bir haqiqatanmı nəb beradigan unumli usul bo'lib, e'tirof qilinib, keng ko'lamda umumlashgan strategik plan tuzishning bir usuli bor bo'lib, o usul tuvandagi 4 so'z bilan ifodalanadi. Ortiqchilik, strength, ojizlik, weakness, fursat, opportunity, tahdid, threat. Yuqorqi so'zlarning sol tarafidagisi aşı so'zlarning inglizcha atılışı bo'lib, agar aşı inglizcha atalg'ularning bosh harfini birlashtirib bir so'z tuzsak, o SWOT degan so'z bo'ladi. Shunlashqa g'arbliklar bu usulni SWOT analizi deb ataydi. SWOT analizining vujudga kelishi 1949-yili shirkatni planlashdagi yangi yuzilish bilan boshlangan. 1960-yilga kelganda Amerikadagi ingilizcha Fortune 500 Company deb atiladigan eng dangliq 500 şirketlerinin hemmisida birden şirket planlash boshlig'i degan xizmat o'rni ta'sis qilingan. Bu xil yuzlanish kundan kunga kengayib, Stanford tadqiqot instituti va Harvard igilik instituti qatorliq o'rinlardagi nurg'un mutaxassislar va tadqiqotchilarning emgikining natijasida 1969-yili SWOT analiz usuli rasmiy maydonga kelgan. Men bugun Google'ga SWOT analiz deb kirgizib baksam, jam'i 1.830.000 dan ortiq natija chiqdi. Yuqorqi so'zni kitob sotadigan dunyo tor beti amazon.com deki kitap izleydiğin o'ringa kirgizib izlab baksam 2372 dana uçur çıktı. Demek SWOT analiz usulü dünyadaki taraqqiy topgan davlatlarda haqiqatan bu nəhayət keng qo'llanib kelayotgan, umumlashgan bir narsa ekan. Men ushbu yozmamda aşı usulni qisqacha tonishtirib o'taman. Men internetdan topgan uchurlar asoslanganda SWOT analiz usulünü işletadigan adam yoki tashkilotlardan mundaqlari bor ekan. Ayrım shaxslar, shirkat korxonalar, maktab idoralar, mablag' solish institutlari, hukumat organlari, foyda topmaydigan ommaviy tashkilotlar, NGO deymi, non-government organization, siyasi partiya ve siyasi teşkilatlar ve başkalar. To'liq yozaman desem bu tizim uzurab ketaverdi ekan. Shuni uni mush yerda to'xtatayım. SWOT analiz usuli strategik plan tuzishga duch kelgan har qanday shaxs va tashkilot institutlar uchun nihoyatda foydali bo'lg'achqa, uning qo'llanish doirasining nihoyatda keng bo'lishini asoslar
tasavvur qilish mumkin. Men ushbu yozmamda bu usulning o'zim Uyg'ur yoshlar uchun eng foydali deb qaragan qismini qisqacha tonishtirib o'taman. Ya'ni bu maqola jami ikki qism bo'lib, uning birinchi qismida kishilik SWOT analizi, ikkinchi qismida bo'lsa shirkat SWOT analizini tonishtirib o'taman. O'zining 3 turlik to'g'ma so'g'itini eng yuqori darajada qazish va joriy qildirishni istayotgan Uyg'ur yoshlari bo'libmi hozir o'ttir yoki oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchilar va jamiyatda xizmat izlayotgan yoshlar hozirgi va kelgusidagi Uyg'ur korxonachilar va xususiy egilik egalarining bu yozmani bir qatim astoydil o'qib chiqishini umid qilaman. Birinchi kishilik SWOT analizi, ya'ni shaxsiy o'zingizga tatbiqlaysiz bu analizni. Agar siz öz talantlarınızda qancha to'liq ishlatalisiniz, sizning öz hayotingizda muvaffaqiyatli bo'lish ehtimolligingizmi shuncha yuqori bo'ladi. Ya'ni öz talantingizni bayqab chiqish to'limi muhim. Ya'ni bu Dalik Karning'ninki inson tabiatidagi ortiqchiliklar va ojizliklar deganga o'xshash nurg'un kitoblari bor. Biz shu kitoblarni o'qib o'zimizni terbiyelashga, takomillashtirishga tirishgan o'z vaqtida oliy maktabdagi hayotimiz 1992dan 96gacha sanoat institutida o'qidik. Keyin bu İstanbul'da ben bir şirkette işlep, şununla bir şirketin 16 mı 17 adam bıraklam MBA okuyduğun olup kaldık. Şununla Fatih Üniversitesi hazır onu takip etti. Şeyde MBA okuduk. Yani işletme, yüksek lisans da koydu. Yani karxana başkuruş da magisterlik okuduk. Şeydimi, aşı derslerdimi, şu SWOT analizi doğruluk məxsus toxtulup ütüdü ustazlar. Şunlaşqa, eğer bunun PowerPoint binaslarını isteydiğinler bolsanlar, o PowerPoint ile mende ba, ya komusu internetten SWOT deb izlesenler, bu xil materiallara cek uçuruşalaysa, tapalaysa. Hem de kişilik SWOT analizi, o doğruluk toxtulup ütümüz. Eğer siz öz talantlarınızı qancha to'liq ishlatalisiniz, sizning öz hayotingizda muvaffaqiyatli bo'lish ehtimolingizmi shuncha yuqori bo'ladi. Ya'ni Allah sizni bekor yaratmagan. Agar siz o'zingizni bayqab, o'zingizdagi iqtidorlarni bayqab, shuni joriy qildirsangiz, ashuni takomillashtirib mangsingiz, ondan keyin yer yuzining xalifasi, yeryüzünü güllendirişten ibaret bir vazifeni uğurlap mangan bulursunuz kaderli qarindoshlarım. Bir vazifeni uğurlap mangan bulursunuz kaderli qarindoshlarım. Avazım mı çıkıp yetipti hocam dostlar? Ondan olsa biz özümüzdeki iktidarını cari kıldırış için elbette özümüzden artıqçılık, kemçilik, başka cihetdeki iktidarlarımızda bayqab, yakımız, kemçilikimiz tuluqlab mağmasak bo'lmaydiken, şunu bunu özümüzge tatbiqlashga to'g'ri keladi. Şundaqla eğer siz özünüzden acizliklerini qancha to'liq tushensiniz, hem de o acizliklerimizden siz şug'ullanayotgan ishlarga bo'lgan ta'sirini qancha zo'r darajada azaytalisiniz, siz tortadigan ziyonmi shuncha az bo'ladi. Ya'ni o'zingizni yaxshi bilsiniz, albatta har kim o'zini yani üzüdek yaxshi bilmeydi qadirli qarindoshlar. Başqalar har qanday nima deyishi mumkin, ammo o'zingizni keşif qilishingiz kerak. SWOT analizi o'zingizning ortiqchiligi bilan ojizliklarini to'liq bayqash hamda uningdan kelib chiqadigan fursat bilan tahdidlarni to'g'ri analiz qilishingizga zo'r darajada yordam beradi. SWOT analizining eng kuchli yeri shuki, azroq o'yinish orqali siz odatda sal qaraydigan nurg'un fursatlarni bayqay olasiz.
Şunun bilan birga siz o'zingizning ojizliklarini aniq bilib olish orqali sizning olg'a ilgilishingizga to'salg'ulik qiladigan tahdidlarga yo'lida taqobil tura olasiz va ularni yo'qota olasiz. Agar siz o'zingizni SWOT analiz orqali baholab baqsangiz, o'zingizning atrofingizdagilar bilan bo'lgan farqini tepib chiqa olasiz. Hamda buningdan keyin o'zingiz tikilgan nishonga qarab olg'a ilgirlash uchun zarur bo'lgan alohida talant bilan iqtidorlarni texmi yaxshi yetildira olasiz. Har bir odam va har bir tashkilot uchun aytganda ortiqchilik bilan ojizliklar ichki omil bo'lib, fursat bilan tahdidlar bo'lsa tashqi omillarga tabidir. Siz o'zingiz to'g'risida bir qatim SWOT analiz elib berish uchun tuvandagi savollarni so'rab, uning javobini yozib beqing. Bak kitobning tashiga qarasanglar, qadrli qarindoshlar, ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid degan belgini ko'rdinglar. Hozir shu to'g'riliq to'xtalyapmiz. Ortiqchiliklar başqalarda yo'q, ammo sizda bor ortiqchiliklar yoki foydali omillar qaysilar? Advantage. Yani buningga mahorat, o'qish bitirish guvohnomasi, madaniyat saviyasi va kishilik munosabatlari qatorliqlar kiradi. Siz qaysi ishlarni boshqalardan yaxshiroq qila olasiz? Siz foydalansangiz bo'ladigan boylik va vosita manbalaridan qaysilari bor? Sizning boshqalar bo'libmi sizning boshliqingiz nazaridagi ortiqchiliklaringiz qaysilar? Siz o'zingizning qaysi natijalardan hammadan bak faxrlanasiz? Boshqalar namoyon qilolmagan, ammo siz ishindigan qimmat qarashlari qaysilar? Sizda boshqalarda yo'q kishilik munosabat to'rlaridan qanchalari bor? Sizning ta'sir doirasi cho'ng kishilardan qaysilar bilan kishilik aloqangiz bor? Yani qadrli qarindoshlar, yani o'zimizning SWOT analizini qilish uchun elib beriladigan nima ekan bu? Savollar ekan. O'zimizning ortiqchiligiga to'g'riliq o'zimizni bayqash uchun so'riladigan savollar, jinim do'stlar. Men boshqa bir yerligi bu videoni choplayman. Shunlashqa biroz tahrir qilinglar, jinim do'stlar. Yani ortiqchiliklar to'g'riliq so'raydigan savollarni bir qator o'qib o'tdik. Bu savollar ustida o'zingizning nazari, perspektiv bo'yicha hamda boshqalarning nuqta nazari, point of view bo'yicha o'ylaning. Shundaqla bek ehtiyotchan yoki tortinchoq bo'lmang, imkon qadar objektiv bo'ling. Agar bu savollarning javoblarini tepishda qiynalib qolsangiz, oldi bilan o'zingizning shaxsiy xarakterini yezib chiqing. Ularning bir qismi sizning ortiqchiligingiz bo'lishi mumkin. O'zingizni atrofingizdagi kishilar bilan selishtirish orqali o'zingizdagi ortiqchiliklarni bayqay olasiz. Masalan, agar siz bir nihoyatda kuchli matematikchi bo'lib, atrofingizdagilar matematikada nihoyatda yaxshi kuchli bo'ladi ekan, bu sizning hozirgi xizmat o'rningizdagi ortiqchiligingiz emas, balki hozirgi xizmat o'rningiz uchun zarur bo'lgan bir qobiliyat bo'ladi. Endi ojizliklar to'g'riliq savollarni so'rayli. O'zingizning ishonchi ojiz bo'lganidan siz odatda o'zingizni elib qochadigan ishlar qaysi? Sizning atrofingizdagi kishilarning nazaridagi ojizliklaringiz qaysi? Sizning o'qishingiz va mahorat yetishtirish kurslariga nisbatan to'liq ishonchingiz bormi? Agar bo'lmasa, siz qaysi jihatda eng ojiz? Sizning salbiy xizmat odatlaringiz qaysi? Masalan, siz ishga davomli kechikib kelamsiz? Siz radsizmi? Sizning oson ochiqingiz kelamdi yoki siz besimga yo'lida taqobil tura olmamsiz? Sizning o'zingizning xizmat doirasi ichida sizda orqaga tartib turadigan
bazı kişilik karakterleriniz var mı? Mesela eğer siz devamlılık yığın urullaştırmışsınız bulmaydıgan birisi bolsunuz, sizden başkalarının aldığı çıkıp sözleşten korkuduğun micazınız siz üçün bir acizlik bulup hesaplanır. Bu cihatdan hususi ve içki nokta bilen taşqi noktanın her ikisi turup tahlil kılıp bakın. Sizde başkalar his kılgan ama özünüz sezmegen acizlikler var mı? Sizden hizmetdaşlarınız mühim hizmetlerini devamlı sizden yaxşıra kılamdı. Sizden cevaplarınız reallıkka uygun bolsun. Siz özünüzü rahatsız his kıldırdıgan acizliklarga qancha burun takabıl turursunuz, şuncha yaxşı. Yani özünüz bilen elişsiz, özünüzni aldı bilen eynekki qarab, kemçilikleriniz qaysi, artıqçılığınız qaysi, ularni yazısız. Endi fursatlar. Qaysi yeni texnologiyalarning sizga yordami tegadi? Siz başqalardan yoki internetdan ba'zi yordamlarga erisha olamsiz. Siz shug'ullanayotgan igilik turi hozir taraqqiy qilyapti. Agar taraqqiy qilayotgan bo'lsa, hozirgi bozor ahvolidan foydalana olamsiz. Sizdan o'zingizga yordam qila oladigan yoki sizga yaxshi maslahatni bera oladigan bir strategik kişilik münasebet to'g'ringiz bormi? Siz öz şirketinizdeki qandaq yeni yüzlanishlarni ko'ryapsiz. Ulardan qandaq foydalana olasiz. Siz bilan raqobatlash kuchlar ichida ba'zi muhim ishlarni qilmayotganlar bormi? Agar bor bo'lsa, siz ularning xatoliklaridan foydalanamsiz. Izohat: bu mazmun mening so'zim bo'lmasdan, uni men o'zim ko'rgan bir materialdan aynan oldim, debdi doktor Erkin Sidiq. Sizning şirketiniz yoki siz shug'ullanayotgan sanoat doirasida boshqalar texnicha to'ldirmagan bo'shliqlar bormi? Sizning xaridorlaringiz yoki sizning ham ashyo ta'minlovchilaringiz shirkatingizdagi ba'zi ishlarga norozi bo'lyapti. Agar shundoq bo'lsa, siz bir amal tepib chiqish orqali bir yangi fursat yarata olasiz. Buningdan boshqa yana bir muhim ish, siz o'zingizning ortiqchiliklarini obdan tahlil qilib beqing. Aşu artıqçılıqlar siz üçün yeni fursatlar yarata olamdi yo'q deb o'zingizdan so'rab bakın. Shundaqla siz o'zingizning ojizliklarini to'liq tepib chiqib, agar aşu ojizliklaringizni tugatsangiz, sizga yeni fursatlar yarata olamdi yo'q deb obdan o'ylanib bakın. Tahdidlar. Hozirgi xizmatda sizga to'salg'i bo'layotgan narsalar qaysi? Sizden hizmetdaşlarınızın işide projekt yoki hizmet o'rni uchun siz bilan raqobatlashayotganlar bormi? Xizmetiniz yoki siz o'ylagan rolga bo'lgan ehtiyoj o'zgaryapti. Texnologiyadagi yangiliklar sizning xizmet o'rningizga tahdid solyapti. Sizning ojizliklaringizning ishida sizga tahdid paydo qilganlarimi bormi? Boşundaq analiz elib beriş sizni nait qimmatli uçur bilan ta'minlaydi. O sizga qaysi ishlarni qilish zarurligini ko'rsatib beradi. Hamda saqlanayotgan masalalarni to'g'ri tushuntirib beradi. İkinci nishon va SWOT analizi. Hozirgisi shaxsiy o'zimiz ustida elib berilgan analizni ko'rib o'tdik, qadrli qarindoshlar. Endi nimani ko'ramiz? Endi biz nishonimiz to'g'riliq o'zimizningki SWOT analizini elib bordikamiz, jinim do'stlar. Men o'zimning oldingi nishon tiklash haqidagi maqolasida nishon tiklashning amal qilishga tegishli mundaq 5 o'lchimini tunishtirgan edim. Tunigan biz o'rganib o'tganimiz g'oyani reallikka aylantirishninki 10 nimetdi? Yo'q. G'oya tiklashninki 10 o'lchimi. Endi mau maqola, shuningdan burungi maqola SWOT analizi bilan o'zimizning nishoni to'g'riliq elib berilish to'g'riliq so'zlangan. Aniq yoki konkret bo'lish, ya'ni nishon tiklash amal qilish tegishli 5 o'lchamni tunishtirgan edim.
aniq yoki konkret bo'lish, o'lchigili bo'ladigan bo'lish, amalga oshirg'ili bo'ladigan bo'lish, g'oya yoki tashkilotning tub maqsadiga to'g'rilangan bo'lish hamda amalga oshirish vaqti aniq bo'lish. Ya'ni g'oya umrlik bir g'oyamiz bo'ldi ekan, nishon bo'lsa qanday bo'ladi? Shu g'oyaga yetish uchun tuzilgan planlar, nishonlar qadam-qadam besib boriladi. Nishon tiklashda SWOT analizi orqali bir nishonni amalga oshirg'ili bo'ladigan bo'lmaydiganligi, ya'ni 3-o'lcham haqida hukm chiqarg'ili bo'ladi. Ya'ni agar siz oldi bilan o'zingizning bir nishonini amalga oshirish bilan zich munosabatli bo'lgan ortiqchiligingiz, ojizligingiz, fursatlaringiz va tahdidlaringizni to'liq tepib chiqsangiz, shu nishonga yetkili bo'ladigan bo'lmaydiganligini xeli to'g'ri mo'lchallay olasiz. Agar siz mushu jarayonda o'zingiz tiklagan nishonga yetkili bo'ladiganligini aniqlay olsangiz, keyingi bosqich sifatida siz yuqorida 4 SWOT elementlari asosida nishoningizni amalga oshirishning strategik planini tuzib chiqasiz. Agar siz mushu SWOT analizi bosqichida aslidagi nishoningizni amalga oshirg'ili bo'lmaydiganligini bayqasangiz, aslidagi nishoningizdan voz kechasiz yoki uning o'rniga boshqa bir yangi nishonni belgilaysiz. Ba'zi nishonlardan voz kechgili yoki uni o'zgartgili bo'lmaydi. Masalan, agar sizning buningdan keyingi bir qancha yillik g'oyangiz bir oliy maktabga qabul qilinish yoki sizning buningdan keyingi yarim yillik nishoningiz bir xizmat tepish bo'ladi ekan, siz ularni osonlikcha voz kecholmaysiz yoki ularni osonlikcha o'zgartirmaysiz. Bunda ahvolda agar siz SWOT analizining bir strategik planlash quroli sifatida foydalansangiz, nihoyat yaxshi unumga erisha olasiz. Ya'ni bundaq ahvolda siz oldi bilan SWOT analizi asosida o'z nishoningizga yetishga foydali bo'lgan ortiqchiliklaringizni, onunga ziyonli bo'lgan ojizliklaringizni, onunga foydali bo'lgan tashqi shart sharoitlarni hamda onunga daxl qiladigan tashqi shart sharoitlarni tepib chiqasiz. Onundan keyin o'z nishoningizga yetishning strategik planini tuzib chiqasiz. Bo'libmi, siz mushu bosqichda o'zingizda kam bo'lgan ichki va tashqi shart sharoitlarga qanday erishish planingizni tuzib chiqasiz. Mening kichikimda turg'izgan bir g'oyam o'qishni eng yuqori pallagacha o'qish, mumkin bo'lsa chet elga chiqib o'qish bo'lg'achqa 1978-yili yanvarda Xinjiang universitetiga kirgandan keyin tayyorlik bosqichi deyiladigan 1-yili Xanzu tilini qattiq o'rgandim deb atadi Erkin Sidiq akamiz. O'qiyotganimiz qadrli qarindoshlar, Erkin Sidiq yozmalari kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar 2-qism g'oyani reallikqa aylantirishning sirli qonuniyati, ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid. Strong, weak, opportunity, threat. Shularning qisqartirmasi SWOT. Shunga SWOT analizi deganni obda bilbilinglar, yanchug'larda saqlanglar har zaman. Hatta agar siz bir yerga o'zingizningki o'zing muloqotga yoki bo'lmasa xizmat izlagan chog'da yoki bo'lmasa bir o'zingizning tarjimonlig'iga ostiga SWOT analizingizdan o'zingizningki shaxsiy analizingizni yezib qo'ysangizmi, ko'rganida bu obdan biladi ekan juma buni o'zini obdan taniydi ekan, manda ortiqchiligi, ojizligi bor ekan deb sizga texnik yaxshi tushunishga foydasi bo'ladi jinim do'stim. Erkin Sidiq akamiz 1978-yili yanvarda Xinjiang universitetiga kirgandan keyin tayyorlik bosqichi deyilgan 1-yili Xanzu tilini qattiq o'rganibdi. Keyingi 2 yil ichida o'zligimdan o'rganib, maktabning tabiiy fan Xanzu o'quvchilariga 3 yillik dars qilib o'tiladigan ingliz tili darsini o'rganib tugatdim. Eng oxirgi 2 yilda bo'lsa yapon tilini o'rganib, uning butun grammatikasini tugatdim. Gerçi men Yaponiyaga hukumatning imtihoni orqali tanlashi bilan boshqa 16 yosh
o'qituvchilar bilan birga borgan bo'lsam-mo, uningdan keyin Amerikaga kelishimda o'zligimdan ingliz tili o'rganganligi nihoyat zo'r rol o'ynadi. Mana bu yuqoridagi SWOT analizini bir g'oyani amalga oshirish uchun ishlatishning bir misolidir. To'g'rilash va aylantirish. SWOT analizidan unumli foydalanishning yana bir usuli to'g'rilash, matching ve aylantirish, converting. To'g'rilash deganimiz o'zimizning ortiqchiliklarni foydalanishga bo'ladigan fursatlarga moslashtirib, shu orqali raqobat jihatdagi afzallikni qo'lga keltirishni ko'rsatadi. Aylantirish deganimiz bo'lsa, o'zgartish strategiyasidan foydalanib, ojizlik bilan tahdidni ortiqchilik bilan fursatga aylantirishni ko'rsatadi. Görüşürüz abi, Allah razı olsun. Eğer siz acizlik bilen tehditni ortiqchilik bilen fursatga aylantirolmasangiz, siz ularni imkoniyatning bericha azaytish uchun tirishishiniz kerak. Qadrli qarindoshlar, endi 3-mazmun xizmat tepishdagi SWOT analizi degan yerga keldik. Xizmat tepish hozir Uyg'ur diyoridagi yoshlarimiz uchun intayin qiyin bir ishga aylangan bo'lib, men har qatim yurtga borganda ishsiz yurgan va ish izlab birer natijaga erishilmagan yoshlarni uchratganimda ular uchun nihoyat azoblanib ketaman. Bo'libmi o'zimning tonish bilishtirimning ballar ishidagi Uyg'ur diyoridagi yoki ichkiri o'lkalardagi oliy maktablarni bitirib qaytib kelib, xizmat topolmay 25 yaşdan aşsamo işsiz halda ata-analары bilen birge yaşashga mecbur bo'lgan yoshlarning men bilan ko'rishgan vaqt qiyofetlari ko'z oldimdan xeli uzun bir mezgilgacha ketmaydi. Hozir xizmat tepishda Uyg'urlar uchun Uyg'ur diyorida boshqalar bilan barobar o'rinda turib raqobatlashish imkoniyati asosan yo'q. Bu qachon yozilgan maqola degan chig'da qadrli qarindoshlar 2010-yil. Aradan 7 yil o'tibdi jinim do'stlarim. Mushundaq ahvolda ya'ni xizmatga elish odillik va barobarlik ustiga qurilgan raqobat asosida elib berilmayotgan bir jamiyatda sizning ma'lum bir xizmat uchun qanday alohidligingiz va ortiqchiligingizning bo'lishining asosan foydasi bo'lmaydi. Shundaq bo'lsa-mo, men maqolaning mushu qismida xizmat tepishga foydali bo'lgan SWOT analizi ne qisqacha tunishtirib o'taman. Ishonamanki, xizmat izlaguvchilarning SWOT analizini bilishi, uni o'z bilimiga qaraganda ko'p, bilishi uni bilmagan qaraganda ko'p yaxshi bo'lib, uni bilishi xeli cho'ng foyda yetkazadi. Tuvanda men SWOT analizining xizmat izlash bilan munosabatli bo'lgan taraflarini qisqacha to'xtalib o'taman. Ortiqchiliklar. Bu sizning ichki ijobiy alohidligingiz bo'lib, ularni o'zingiz kontrol qila olasiz. Hamda ulardan plan tuzishda to'liq foydalana olasiz. Buningga tuvandagidek omillar kirdi. Xizmat tajribalari, hozirgacha tamomlagan o'qishlar va olgan unvon guvohnomalar, o'zingizning kasbiy sohasidagi kuchli texnikalik bilimlaringiz, masalan, qattiq detal, yumshoq detal va kompyuter detallari, bir sahadan boshqa bir sahaga yo'tkab ishlatkili bo'ladigan qobiliyatlar, masalan, nihoyat kuchli so'zlash va yozish iqtidori, kishilik xarakteringiz, masalan, kuchli xizmat axloqingiz, o'zingizni yaxshi tizginlash iqtidoringiz, besim ostidagi xizmatni yaxshi qilish qobiliyatingiz, ijodchanligingiz, umidvorligingiz va yuqori darajalik jur'atingiz. Yaxshi tonish bilishlaringiz va munosabat to'g'rini puxta qurganligingiz. Kasbiy o'rinlar bilan bo'lgan aloqangiz. Endi ojizliklar. Weak point. Bu ichki salbiy omillarni ko'rsatadigan bo'lib, ularni siz o'zingiz kontrol qila olasiz. Hamda ularni o'zingiz tirishish orqali yaxshilay olasiz. Ular tuvandikilarni o'z ichiga oladi.
Xizmat təcrübənizin kəm buluşu, oxuş nəticənizin tüvən buluşu və oxuşda tanlanan kəsbinizin xata buluşu. Nişanlarınızın kəm buluşu, kişilik bilminizin kəmçil buluşu, konkret xizmət bilminizin kəm buluşu. Texniklik biliminizin aciz buluşu, liderlik, kişilik münasibət, xəbərləşiş və başqalar bilan birgə işləş maharətinizdən aciz buluşu. Xizmət izləş və təpiş qabiliyyətinizdən tüvən buluşu. Səlbi kişilik xarakter, məsələn, xizmət əxlaqınızın naçar buluşu, tüzümgə boysunuşunuzdan aciz buluşu, özlükünüzdən alğı intiliş royunuzdan kəmçil buluşu. Bir işini asanlıqca qarar qılanmazsınız, tartınçaqlığınız və bək hissiyatçanlığınız. Fürsətlər bu icabi təşqi şəraitini görüstüğün olub, ularını siz özünüz kontrol qılalmaysınız. Amma ulardan paylanış üçün tirişib baxsınız buludu. Ular tüvəndikilərini öz işçiga alıdı. Sizдің kəsbi sahayınızda köplügən yeni xizmətini vücudqa keltirdiğən icabi yüzünüşlər. Məsələn, iqtisadi yükseliş, dünyavilaşdırış və texnologiya cəhətki yeni ilgiləşlər. Siz örləb oxuş arqılıq qolğa keltirələydiğən fürsətlər. Sizдің kəsbi maharətinizə alayda ihtiyacı var kəsbi sahalar. Siz köprək kişilik bilimlər və texmi iniq xizmət nişanları arqılıq qolğa keltirələydiğən fürsətlər. Sizдің öz kəsbi sahayınızda öskülü bulunduğun fürsətlər, sizдің öz kəsbi sahayınızı elib bağlı bulunduğun kəsbi tərəqqiyat fürsətləri. Sizдің xizmət cəhətki tanlışınız arqılıq qolğa keltirgili bulunduğun alaydı fürsətlər. Coğrafilik urun, küçlük kişilik münasibət toru. Qadirli qeyrindaşlar, mən mişədə bir nərsini dəb qoyay. İsmək deyilğən bir yer var İstanbul'da. İsməkni mən astığı yazıb qoyay. Qadirli qeyrindaşlar, o nimiki qarısanlar, görürsülər. İsmək Go.tr yazıb qoydum. İsmək Go.tr'də. Aşağıya kilsənlər, adətdə xizmət işləş üçün bir iqtidar buluş gerek. Türkiye'de xizmət tepiş üçün meyli nələrdə bu olmuşsun. Həmmə yerdə oxşaş, qadirli qeyrindaşlar. İsmək Go.tr. Mən İsmək Go.tr deb kilsəm, başqa yerə müxilbətdi. Qayıt edin, yazay canım dostlarım. Yani fürsətni yaxşı işletiş üçün qadirli qeyrindaşlar. Əgər siz Türkiye'ninki yabancı kimlik no deyilən bir nəsi var, iqamət ağalığı adəti biridir o. Şu kimlik numarınız bolsa siz İsməkə kirib oxuyalaysınız. Haqsız yani. Yani Türkçe öyrənələysiniz, Xəncəçə öyrənələysiniz, Yaponca, Rusça, Arapça mı hatta? Kur'an okuştu mu gütüdüm? Bolki yasaştı mı gütüdüm? Ne yapay kılıp edirdi sizin Türkiye'nin ki? Ondan başka mesela internet ki, şu internette kanda işletiş, kompüter iş kılıp 250 xil nesi var ismekte. Verip ügensiniz buludu. Məhəmmə kandak radyo programısında kandak kılış, yani diktorluqnu mesela. Onundan başqa Türkçəni qandaq qanda yaxşı texim, yaxşı sözlügülü buludu. Onun dərsini aldım. İş planlaş üçün qaysı xil nərsələrini buluş gerek bu iş planlaş demesi də. Olanı ügəndim. Ondan başqa grafik, üzəm qılıbatqan bu nəşriyyat işi alaqadar. Məsələn, mən daim haqqı yalvarıb ügəndim, üzəm bir qılaydı. Grafik, yani yayın grafik edepçi. Adette şu neşriyatlar için işletilen mesela her xil kitaplarını, jurnallarını, qandaq onun betini, layihəyimiz, otoğurluq məxsus dərslərini ügəndim. Onundan başqa yine ügənən nərsələr cıq.
Şoňlaşga bularning hemmesini dep otdumay, o sizlerge sertifikat belgi burdu. Bu adam bizning dersimizni ketildi dep. O näselerin bolsa birisi üzerindeki işençinle aşudo opportunity, yani fursat texmo yaxşı kilidi. Yani şu fursat kelgende derhalla tutup ben mani bilittim dep özünüz bir yerge kirip işlesiniz. Texmi yaxşı. Hiç olmasa yani hüne altın bilezik deydiğin gep var bizning Uygurcada. Anda olgandikin şu altın bilezikiniz bolsa bunu her zaman sata alaysız, işite alaysız, kolunuzda bolsa. Şoňa hamda bunu bir dep koygum keldi jinim dostlar. Endi tehditler. Biz tehditlerini nime tehditler baken bulanı bir körülü. Bu selbi taşqi şer şeraitlerini körüstüğün bulup, ulanı siz özünüz kontrol kılalmaysız. Ama siz onun təsirini kemeytələysiz. Bu tüvendikilerini öz içige alıdı. Sizin kəsbi sahayınızdaki hizmet ornunu azlatıdığan selbi yüzlünüşler. Mesela şirketinin adam qısqartışı ve məhsulatının şanlanışı qatarlıqlar. Siz bilen oxşaş vaqtda oxuş bitirgen oquvchilar vücudga keltirgen raqobatlar. Sizden üstün turduğun mahareti, tecrübesi ve bilimi var kişilerden kiladigan raqobatlar. Sizden üstün hizmet tepiş kabiliyeti sizden yuqori bolgan kişilerden kiladigan raqobatlar. Sizden yaxshiroq oliy maktabda o'qigan kishilardan keladigan raqobatlar. Sizden yo'lingizdagi to'salg'ular, masalan, siz istagan fursatga erishish uchun zarur bo'lgan oliy darajalik bilim yoki unvon qatorliqlarning yo'qligi. Sizning kasbiy sohangizdagi o'sish fursatining oz bo'lishi va raqobatning vahshiy bo'lishi. Sizning kasbiy sohangizdagi kasbiy taraqqiyotning cheklik bo'lishi. Şu sebepten sizin kesbi maharetinizga bo'lgan ehtiyojning tuvan bo'lishi. Şirketlerning sizninkidek kasbdiki yoki sizninkidek unvoni bor kishilarni xizmatga olmasligi. Yani bu hizmet izlesh jarayonidagi xizmatga uchraydigan noktalarken muşu to'g'riliq, yani bu ortiqchiliklar, ojizliklar, fursatlar, tehditler degenini bir kadar kürep öttü qadrli qarindoshlar. Bulardan başka siz özünüzden yuqoridagi kişilik SWOT analizi degan qismida tizimlab chiqqan savollarni bir qatim so'rab baqing. Şu asosda özünüzden ortiqchiligiga bo'lgan tushanchingizni mukammallashtiring. Shundaqla xizmatga kirmoqchi bo'lgan bir shirkat yoki o'rinni bekitib bo'lgandan keyin siz özünüzni aşı o'rinning boshliqi o'rnida qo'yib turib, ben işqa almakçı bolgan adamның qandaq alayligi bo'lish kerak deb so'rab baqing. Saxta kemterlikten saqlanın, shundaqla cho'qim rastchil va realist bo'ling. Özünüzde en yaxshi tasvirlab beradigan so'zliklarni bir varaq qog'ozga tizimlab oling. Shundaq qilsangiz, shu so'zlarning ko'pinchisi sizning ortiqchiligingizni ifodalaydigan so'zlar bo'lib chiqishi mumkin. Siz özünüzün acizliklerini bahalığında siz hizmetke almakçı bolgan urun sizden bunun kin yaxşılaşını talep kılıdığan nerseler üstüde çonkur oynunun. Özünüzün acizliklerini tügütüşülüde hazırdan başlayıp iş görsünüz, kelgüsü de sizden öz köngünüzdeki hizmetke erişişiniz üçün zor paydası tigid. Her bir insan üçün özünün aciz noktalarını bayqaş anca asan iş emas. Ama siz özünüzün acizliklerini bahalap körüş arqılı bunundan qaysı cəhətdə bəkirək tirişiniz kereklikini bayqıyalaysız. Eğer siz məlum bir maharetinin sizin kəsbi sahayınız üçün zürür işgəllikini, ama o maharette özünüzün aciz işgəllikini bayqısınız, siz aşı maharetini düşəndiriş üçün hazırdan başlap iş görüşünüz gerek. Aşı maharetini güçləndiriş üçün.
Sizning ustingizdan elib berilgan baholashlar, maktabdagi o'qish natijangiz va o'qituvchilaringizning siz to'g'risida aytganlarining hammasi sizning o'z ojizliklaringizni bayqab bilish uchun zo'r yordam qila oladi. Agar siz texnik o'qib bakmagan bo'lsangiz, Erkesilik akamiz yozgan muvaffaqiyatning yangi tanlamasi ve ömürlük kesibni qandoq tanlash kerak degan ikki parça maqolani bir qatim o'qib bakın. Bu maqolalarning to'r adresi mushu yozmaning oxirida bor. Men Amerikadagi hozirgacha bo'lgan hayotim jarayonida bir qancha shirkatlarda shirkatga yangi xodim olg'uchi boshliq bo'lib ishlab baqdim. Shundaqla ko'p qatim xizmat izdiguvchimi bo'lib baqdim. Nurg'un qatim har xil shirkatlarning boshliqlari bilan xizmat tepish ustida elib berilgan xizmat ko'rishi, inglizcha job interview. Bir yerda interview deydi, muloqot debmi oladi. Turkiyada masalan bir maktabga o'quvchi olmoqchi bo'lsa yoki bir xizmatga ishga olmoqchi bo'lsa, muloqot deydi. Bunu esingizda tutinglar. Qatnashib baqdim. Shu chaqlarda mendan cho'qim so'ralgan bundaq ikki savol bor. Birisi, sizning eng cho'ng ortiqchiligingiz nima? degan savol bo'lib, yana birisi, sizning eng cho'ng ojizligingiz nima degan savol. Men oldinqisiga men nihoyat ijodchan bo'lib, mening bir ishni mustaqil hal qilish iqtidorim nihoyat yuqori. Shundaqla men qiyin o'tganga jang e'lon qilishni nihoyat yaxshi ko'raman degan javobni tayyorlab, so'rovchiga har qatim ochiq javobni berdim. Keyingisiga bo'lsa, men chet ellik hamda inglizchani o'zim o'rganib olgan bo'lg'achqa, mening ingliz til saviyam yerlik amerikaliklardek ancha yaxshi emas degan javobni berdim. Yerlik amerikaliklardek yaxshi emas degan javobni berdim. Men o çağlarda emas, ta ki yakıngacha bu suallarda soruğunu SWOT analizinin iki boyum terkibi kısmı işkellikini bilmegen idim depti. Yani 2010 yılgacha erkinkam bularning bunda SWOT analizi to'g'riliq so'ralgan ikki muhim savol işkellikini bilmeptiken qadrli qarindoshlar. Mana endi biz Erkinkan 2010 yılı 7. ayının 22. günü yazıp ilan qilgan şu maqoladan tadbir şirketinin biz tarafından nashr qilingan mono kitap orqali o'rganib o'tdik jinim do'stlar. Dördüncü kişilik SWOT analizinin bir misali to'g'riliq görüşümüz. Kişilik SWOT analizi qandaq boludu? Men ushbu maqolani yozish uchun material izlash jarayonida kişilik SWOT analizinin bir misolini uchratdim. Maqolamning ushbu qismida men shu misolni bayon qilib o'taman. Bu misolda ishlatilgani Amerikadagi ma'lum cho'ng shirkatning e'lon qilish bo'limida mas'ul bir kishi bo'lib, men uni asosan aynan bayon qilaman. Bu misal sizning ahvoliga to'liq uygun kelmasligi mumkin. Sizning ahvolingizni to'liq uygun kelmasligi mumkin. Lekin uning sizni xeli ko'p yeb uchi bilan ta'minlaydiganligiga ishonaman. Ortiqchiliklar. Men nihoyatda yangilik yaratishga moyil. Men davomli o'z xaridorlarimni ularning mahsulotining o'zim bayqagan yangi setish fursatlari bilan ta'sirlantiraman. Yangi setilish fursatlari bilan ta'sirlantiraman. Men o'zimning xaridorlari va o'z guruhimdagi xizmatdoshlarim bilan yaxshi aloqalasha olmayman, communicate. Men xalqiliq savollarni so'rash orqali bir mahsulotni bozorga selishning to'g'ri yo'lini tepish qobiliyatiga ega. Men bir xaridorning mahsulotining bozorga muvaffaqiyatli silinish uchun to'liq aqidam bor. Ojizliklar, men bir ishni nihoyat tez qilib, uni o'zimning vazifa tizimdagidan imkon qadar tez chiqarib chiqib odatlangan bo'lib, shuning natijasida ba'zida qilgan ishimning sifati tubanroq bo'lib qoladi. Men qilmasam bo'lmaydigan ishlar bak ko'payib ketganda, yuqorqidek mijozim tufaylidan menda ro'yi besim paydo bo'ladi.
Men üzümnün oyluğanlarını xeyridarlarga düşendirgende bir az ciddilişip ketimen, hem de muşundaq köp kişilerinin aldığı sözleştiğin korkuş, micazim tüpeylidim, bazı da men elip bağan düşendirişle canlılık bombay kalıdı. Pürsetler. Bizning bir çoğun rikabetçilerimizden birisi kichikroq xaridarlarga yaxshi muomala qilmaslik bilan o'z nomini bulg'ab oldi. Kelar hafta men bir çoğun bozorlash inglizcha marketing bo'lib, bu so'z bir shirkatning mahsulot to'g'risida e'lon chiqarish, mahsulotni setish va uni xaridarlarga yetkazib berish faoliyatlarini ko'rsatdi. Bu yerdagi bozorlash degan so'zni men o'zim o'ylab chiqib ishlatdim deb izohat beribdi doktor Erkin Sidiq. Yani bozorlash yig'iniga qatnashiman. Aşı yığında strategik münasibet to'g'ri barpo qila olmayman hamda bir qism tarbiyalash seminarlarga qatnasha olmayman. Bizning shirkatning san'at direktori pat arada to'g'it munosabati bilan necha oylik dam olishga chiqdi. Uning xizmatini qilib turish men uchun bir yaxshi xizmatda o'sish fursatini yaratib berdi. Tahdidlar. Mening bir xizmatdashimning so'zlash qobiliyati mendan jiq kuchli bo'lib, o men bilan san'at direktori bo'lish fursatini talashyapti. Yaqindan buyon yuz berayotgan odam yetishmaslik tufaylidan men vaqtni oshirib ishlashga majbur bo'lyapman. Shuning bilan bu ish mening yangilik yaratishimga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. Hozirgi iqtisodiy muhitning ta'siri bilan bozorlash egiligining o'sishi nihoyat ostalab ketdi. Nurg'un shirkatlar odam qisqartdi. Bizning shirkatmo egilik doirasini kishiytirishni o'ylayapti. Yani bu Erkin Kam'ninki bir yerden bizge neynen nakil kılıp bergen neresi iken yani bu bir misal iken, kişilik SWOT analizinin misal iken kadarlı arkadaşlar. Siz özünüzden artıqçılıklı bilen acizliki hem de sizin aldığınızdaki fırsatlar bilen hırslarını bir SWOT matrisasi orqali analiz qilsangiz bo'ladi. Shu orqali siz zehniy kuchingizni o'zingizning ortiqchiligiga markazlashtirib, ojizliklaringizni eng yuqori darajada azaytib, sizning foydalanishingizga tayyor bo'lgan fursatlardan bar imkoniyatning doirasi ichida eng zo'r darajada foydalana olasiz. Oxirgi so'z, qadrli qarindoshlar, nechilik vaqtimiz o'tibdi, bir qarab boqay. Yani 52 minutumuz ötepti. SWOT analizi degan bir tedbirni öğreniş bilen. Ahırkı söz. Mening muvaffaqiyatning yangi tanlimisi degan maqolamni o'qib bakkan qarindoshlarning xabarida bo'lganidek, men 1981-82 yillari Şinjan Üniversitesida o'qiyotgan vaqtimda, ya'ni men 23-24 yoshlardagi vaqtimda muvaffaqiyat qazanishning mundaq bir tanlamasini xulosalab chiqqan edim. Muvaffaqiyat tang, talant, tirishchanlik, fursat. Bu birinci qism kitapta batı qadrli qarindoshlar. Men hozir bu ikkinchi qism kitap sizlarga o'qiyotganim. Aşı vaqtgacha menga nishon, g'oya, muvaffaqiyat, kishilik istakni reallik aylantirish deganga o'xshash falsafalik va psixologik uqum yoki fanlar haqida biror materialni tepib o'qish imkoniyati bo'lmagan bo'lib, bu tanlimini yozishda men butunlay o'zimning shu vaqtgacha bo'lgan hayotimdagi bo'lib o'tgan ishlarni xulosalashga tayandim. Men yuqorida kishilik SWOT analizidagi unumli foydalanishning bir usuli to'g'rilash usuli ekanligini, ya'ni o'zingizning ortiqchiliklarini foydalanishga bo'ladigan fursatlarga to'g'rilab, shu orqali raqobat jihatdagi afzallikni qo'lga keltirish ekanligini o'tirib qo'ydim. Bir odamning talantlari shu odamning ortiqchiliklarining bir qismi bo'lib hisoblanadi. Hem de talant bilen fursat hazırlangan takdirdimi, eğer bir adam ulardan faydalanıp ameliy iş elip bağmaydı ki, közlegen gaye yoki nişanga hergizmi yetilmeydi. Hazır oylab baksam, yukarıdaki muvaffaqiyatning tanlimisi SWOT analizinin to'g'rilash usuli bilan asosiy jihatdan birdek bo'lib,
amaliyotda xeli zo'r ilmiy asosga ega ekandik. Mening muvaffaqiyatning yangi tanlimasi degan maqolam bilik to'riga chiqarilgandan keyin Jasur degan tor ismli bir qarindishimiz mendan nima uchun bu tanlimani tuzib chiqqanligimni so'ragan bo'lib, men uningga 2007-yil 10-noyabr kuni bilik to'rida tuvandagi javobni bergan edim. Naql: men 1976-yildan 78-yilgacha yezida qayta tarbiya ilayotganda hech qanday qimmati yo'q bir odam edim. Kuniga 10 soatdan ortiq ishlagan bo'lsam, menga bir tiyim pul bermaydi. Mening ishlashim faqat har kuni qo'sqimni to'yg'izib, shu orqali hayotimni saqlab qolish uchun, shundaqla 2 yildan keyin bir ishchi yoki xizmatchilik xizmatiga erishish uchun edi. U chaqda biror jonning ancha qimmati yo'q edi. Agar men o'zim cheliqayotgan Koni shahar hozirgi Onsu Naisi bilan Aqsu shahri o'rtasidagi 10 kilometrdan ortiq yo'lni piyoda besish jarayonida bir voqeaga uchrab o'lib qolgan bo'lsam, o'z ota-onam va tuqqanlarim meni izlagandan boshqa yo'l bo'yida yotgan mening o'ligimni ko'rgan kishilarning mening kim ekanligimga parvo qilib qo'ymaydi. Mening kim ekanligim, nima sababdan o'lib ketganligim biror gazet xabariga yaramaydi. 1978-yil 1-oyda Şinjan Universitetiga o'qish kirgandan keyin men o'zim uchun mundaq ikki prinsip tuzdim. Birinchi, o'tilgan darslarni talabdan oshirib eng yuqori darajada yaxshi o'rganish. Ikkinchi, menga berilgan qo'shimcha vazifalarni eng yuqori darajada yaxshi ishlash. Mushundaq 2 yil o'tgandan keyin men o'zim burunqidan ancha o'zgarib ketmagan bo'lsam-mo, mening qimmatim butunlay o'zgardi. Men orqa-orqadan Şinjan Universiteti o'quvchilar uyushmasining raisi, Şinjan Universiteti ittifoq komitetining doimiy hay'ati, Avtonom rayonlik yoshlar birlashmasining muavin raisi, Avtonom rayonlik o'quvchilar birlashmasining raisi va mamlakatlik o'quvchilar birlashmasining muavin rais qatorliq vazifalarga tayinlandim. Beijingga aeroplan bilan yig'inga boradigan bo'ldim. Şinjan Universiteti gazeti, Şinjan gazeti, Urumchi kechlik gazeti, Şinjan radio stansiyasi, Şinjan yoshlar jurnali va Jungo xalq gazeti qatorliq tashviqot apparatlarida keng tashviq qilindim. Bu tashviqotlarda aytilgan narsa rost edi. Asosan mening qanday qilib o'qishda a'lo ketayotganligim, qanday qilib o'zligimdan ingliz tili o'rganayotganligim, hem qanday qilib o'quvchilar xizmatini yaxshi ishlayotganligim to'g'risida edi. Shuning bilan butun jamiyat, bo'libmi Şinjan Universitetiga Uyg'ur o'quvchilar menga yuksak darajada hurmat qiladigan, meni intayin qadrlaydigan bo'ldi. Men turayotgan yotoq maktab o'quvchilar uyushmasining ishxonasi bo'lib, o ishxona bir o'qish binosining ichida edi. Men ba'zida hayotxonaga borsam, mening kelayotganligimni ko'rgan ba'zi Uyg'ur o'quvchilar mening texi xili yiroq ekanligimga qaramay, hojatxonaga kirmay, meni oldida kirsin deb saqlab turadi. Men ularning bunday qilib ketishini ozroqmi yoqtirmaydim. Ularning bunday qilishini men faqat ularning menga ko'rsatgan hurmati, meni qadrlashi deb tushunatdim. Davamlı hayacan ve xuşallık işi ötetdim. Turup közümden hayacanlık yaşları çıkıp turadı. Şunun bilen oyunuşa başladım. Bu nime üçün? Aldığım 2 yıl işide erkin sıdıktan ibaret bir adam buluş bütün bilen mende hiç kanca özgürüş bulmadı. Lekin menin kadri kıymetimde gayet zor özgürüş bulup öttü. Bu nime üçün? Burunki men bilen seliştirganda hazırının nimisi o'xshamaydi. Mana shu savolga javob tepish jarayonida muvaffaqiyat, tang, talant qo'shilgan tirishchanlik, qo'shilgan fursat degan tanlimini tuzib chiqqan edim debdi. Yani biz hozir o'qiyotgan maqolaning yozuvchisi bo'lgan Erkin Sidiq akamiz. Erkin Sidiq yozmalari kishilik taraqqiyot haqidagi yozmalar 2-chi qism G'ayni reallik aylantirishning sirli qonuniyati degan kitobdan SWOT analizi, ortiqchilik, ojizlik, fursat va tahdid. Agar mushlarni yaxshi bilsak, qadrli qarindoshlar, Erkin akamniki muvaffaqiyat degan formulasi bo'yicha
biz muvaffaqiyatga erişeymiz deganni o'ylab turib, ondan keyin mono kitobninki muqovasini layladik jinim do'stlar. Biz endi hozir buni Erkinkamninki qisqacha naqli miyada tugidi. Endi darsning oxiriga keldik. Men keyingi maqolamda, ya'ni ushbu maqolamning ikkinchi qismida vatanda yaqinqi yillardan buyon shirkat qurgan, hozir shirkat qurayotgan va kelgusida shirkat qurmoqchi bo'lgan Uyg'ur yoshlarga yordami bo'lsin uchun şirketler paydalangan SWOT analizini tonuşturup ötümen. Men ushbu yazmani muvaffaqiyatning prinsiplarini echib berish bilan dunyoga tonilgan doktor Napoleon Hill 1883 dan 1970 yilgacha yashaptiki bu odamning tuvandagi so'zlari bilan oxirlashtirman. Agar bir odam abdan bir o'qib etilib, ya'ni Napoleon Hill mandaq deptiken, eğer bir adam daim eynek qarab, özünün barlıq məğlubiyetlerinin hakiki sebeplerini tepip çıkıp turmaydiken, o adam adaqça berdaşlıq birələrdiğə muvaffaqiyetke hergiz bu erişelmeydi. Azraq qarşılıqdan korkup ketmən. Şu nersi işinizde bolsun ki, muvaffaqiyatning lagligi oğuzsuzluk şamalığı əgişib uçup emas, onunğa qarma qarşı uçuş arqılıq yuqori palliga kötürülüdü. Bizning mangu yüz bermaydigan ishlardan endişe qilishimiz hergizmo g'alita ish emas. Biz doim mag'lub bo'lishdan ansirab, o'zimizning ijodchanlik ruhini bo'g'ib qo'yamiz. Amaliyotda bo'lsa, mag'lubiyat en faydalı kuvvet doğrusu bulup biz onu aynen kabul kılışımız gerek. Muşu dünyaya faydası tikilgan bazı işlerini kılışta muvaffaqiyat kazanmakçı boğan kişiler nihayet çoğunkur düşünmüşke tigişlik mundaq 3 söz var. Başkalar üçün hizmet kılış, bedel tüleş ve öz üzünü tizgilleş. Başkalar üçün hizmet kılış, bedel tüleş ve öz üzünü tizgilleş. Self-control. Değil mi? Kadirli kırımdaşlar. Bu SWOT analizinin ahiri benim hoşundaq tatlıq tügüde. Bu yazımda tilgilinden eserlerinin tor adreslerini biripti. Onu size Erkin Sıdıq akımızın kitibini marifet.com degen tor betinden düşürüp alasılar. Eğer kitapını setip alay desenler, Erkin Sıdıq akımızdaki tedbir neşriyatı tarafından, şirketimiz tarafından neşr kılıngan, bunu Erkinkam üzü meblağ selip çıkargan kitaplar. Her birisinden 1000 taldan çıkardık. 7 kısım kitap var. Onundan başka tor kitapları var. Neşr kılışka imkan bulmagan. O kitaplarını besip çıkardık. Kadirli kırımdaşlar. 1000 tal emas. O talep ki asasen buyurutmalarga asasen besilip taqtılıdı. O 7 kitap, 14 tane kitap kadirli kırımdaşlar. Avrupa'daki kırımdaşlarga sepip beriyatimiz. Yani 140 euro Kur'an-ı Kerim bilen birlikte setip alsa 150 euroga ibatip beriyatimiz. Yani Enes Alim Ustazdınki tercüme kılgan bunu Kur'an-ı Kerim, yani Kur'an-ı Kerim ve izahlak tercümesi bilen Erkin Sıdıq akımızın kitaplarını birlikte 150 euroga Avrupa'ga sepip beriyatimiz jenim dosturum. Ondan başka devletlerge sepip berimiz. Anda olsa bugünkü dersimiz şunda kılıp tüküdü. Ben dadamınki, rahmetli dadamınki bir sözünü yani esletip ütey kadarlı kırımdaşlar. Rahmetli deydi ki, balam aldığın bir kıyınçılık sen bir duş gelgen vaktinde sen onu peştak kılıp ilgirle. O Kur'an taşla seni tozu ağam bolsa onu əgip öt ya olmasa her kanda kıyınçılıkını üzerine güçlendirdiğin, üzerine
çeniqtirdigan, o'zingni texmo ilgiriga sürüşke paydası bulunduğun bir tecrübe, bir fırsat da bilgin deydi. Yani ketmenni çapmasan datlap kalıdı. Şuna daim ketmenni çepip tuğun, yani üyden üyengen bilimlerini çokum işletip tuğun, yani üzen üyengen her xil iktidarlarını işletip tuğmasan datlışıp kalırsa. Şunlaşqa üyengenlerinki əməl qılğıd, əməl qilish üçün hayatın boyunca tirişqimdəglik. Şunun üçün mən üyengen nəslərimdə işletişki tirişib kilvatı ben qılğan işlərimizdə teximi yaxşı qilish üçün mənim şundaq sizlərə ortaqlaşıvatı mən canım dostlarım. Erkin Sıdıq akımızğa köptün köp rəhmət, Allah razı olsun. Her daim toxtamay izlenip tirişvatıdır. Nurgun dua kılıvatkan kırındaşlarımız var. Onun vasıtası bilen çıkıvatkan çetelge yak olmasa çetelge çıkıp okup yaxşı bir yerde işlevatkan alım bulavatkan inşallah kırındaşlarımız köp bağasır küpiyatıdı. Maşında paydalık nəslərini bizge yezip paydaşqanlıq üçün özü yaxşı görgən nəsini bizge yaxşı görgənlik üçün. Napolyon Hill'ninki ahirdeki 3 eğiz gibi, yani muvaffakiyet kazangan adamlarınki ontusu bombaydıgan 3 tane nesi vardı? Nimitti? Daim başkalar için işleş. Yeni birisi daim başkalar için işleş. Yeni birisi hazır okugan tukya bu. Yani fidakarlık. Birisi. Şunu ulan dersimizde tükütümüz canım dostlar. Yani muşu dünyaya paydası tegadigan bazı işlerini qilishda muvaffaqiyat kazanmakçı bo'lgan kishilar nihoyatda cho'nqur tushunishga tegishli mundaq 3 so'z bor. Başqalar uchun xizmat qilish, bedel to'lash va o'z o'zini tizginlash. Bu kanuniyet mi kadarlı kırındaşlar? Bu dünya için emas, o dünya için mi? Yani bu dünya için bu dünyada muşu işini kılanmasak o dünyamız mı bizim berbat olup gidiyor. Muvaffakiyet kazanamayız. Şunun başka kadarlı kırındaşlar bunun okşaş kitaplarını okuyla, üzümüzün nazar dairesini kengaytili hem Kur'an-ı Kerim'ni okup onundan Allah'ınki nemi deganligini yaxshi qo'lig'imizda ching tutib amal qilayli. Shunda biz haqiqiy muvaffaqiyatga erishalaymiz jinim do'stlarim. Ana bo'lsa bugungi shanba kunimiz meni mushundaq güzel o'tdi. Agar buni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar bilan paylaşinglar, o'rtoqlashinglar, ham berilishinglar. Boshqalar uchun ishlab qo'yinglar sizlar. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi ve berekatuhu.